Alaykum aziz birodarlar. Bizleri ko'rib turgan barcha birodarlarimizga Afg'onistondan avalan salom. Ko'rib turganingizdek Siddiq Darvish, Nur Muhammad Hayratondan kelgan akani shukicha bir yig'ilishimiz bor edi. Nur Muhammad aka, nima gaplaringiz bo'lsa do'stlarimizga aytishingiz mumkin. Assalomu alaykum, hammamiz sog'misiz, amon sog'misiz. Mana bu kecha Darvish akalar Toshguzarga mehmon qilgan edi, keldik Hayratondan. Mana ko'rib turganda hammangizga sog' bo'ling, amon bo'ling. Mahmud aka, bu tabiiy joylar ekan, lekin bu bog'larga qarang. Bu havolar yaxgina. Bu tomonlar ham tabiiy ekan. Bu tomon hech bir beha nima keldi bu? Mazzali keldi bu. Mazal kelgan bo'lsa, yoqqanmiz sizlardan. Juda ham xursand bo'ldik. Kelganingiz uchun rahmat sizlarga. Nur Muhammad aka, mana shu uchib yurganlar bu samolyot emas bular. Shular ham bir xil hasharotlar, mana shu salqinda topiladi-da bular, topiladi. Qish tushgach yo'q bo'lib ketadi-da. Bu qanday qildingiz? Bo'lami? Bunday qishloqlar chiroyli ekan, yoqdimi? Nima deysiz bu qishloqlarga? Lekin ko'p yaxshi yerlar ekan. Mana bu tomonlari daryomi? Daryo bor ekan. Mana bu jangallarga qarang. Bu daraxtlarga qarang, mevalarga qarang. Ko'p tabiiy yerlar ekan. Qo'shim keldi. Rahmat sizlarning mehmondorligingizda. Men kel degan edingiz, men mehmon qildingizlar. Xona savat, men bu ba'zi do'stlar ham kelgan bu yerga. Hamma sog' bo'lsin, amon bo'lsin. Men shuni ko'rib, shu filmni ko'rib yotganlarga ham sog' bo'lsin, amon bo'lsinlar. Mahmud aka? O'labay. Ani boshqa o'rtoqlar qachon keladi? O'rtoqlar yo'lda, Nur Muhammad aka yo'lda, ular telefon qilishdi, hammasi yo'lda kelib yotibdi, motosikletlarmi, mashinlarmi kelib yotibdilar. Do'stlar, bizlarning Toshguzar bog'larimiz, qishloqlarimiz yoqqan bo'lsa, bizlarni kuzating inshaalloh. Sizlar uchun yana zo'r videolarimiz bor inshaalloh kelajakda. Inshaalloh sizlarga yaxshi videolar, yaxshi filmlar olib yotamiz. Inshaalloh hammasini sizlar bilan baham ko'ramiz, nasib bo'lsa. Siddiq aka, men bu tomonlar ham bog', ha? Ha, bu yerlar hamma joylar bog' tuzalganda, yangi bog' taxriban 6 yil, 7 yil bo'lganda, yangi bog' bo'lyapti. Juda yaxshi mevalar bor. Ko'p yaxshi, lekin bu yerga kelsang tabiating ochiladi. Men daryo bor, bog'lar bor, men ko'rsangiz. Men bu tomonlar cho'l bo'lib yotgan. Men do'stlarlar bilan kelsangiz, mana shu yerga o'tirsangizlar, har biringiz mana bog'larga o'tirsak, keling. Siddiq aka, men bu bog'larga, bu uzummi bu? Nur aka, bu uzum. Ovlu bor, bodom bor. Shukur har xil mevalardan bor. Hammajiga juda chiroyli mevalar. Bu mevalar nima? Men buni tushunmadim. O'zbek tiliga yang'oq deydi, bizlar nima deymizda? Xo's. Yaxshi. Bitta borda bu urug'dan. Har nima ekkan ekan bu yerga. Juda chiroyli bog'larda. Turganingizdek bizlar mana bog'larni aylanib yuribmiz, mehmonlarimiz bilan. Boshqa mehmonlarimiz ham inshaalloh yo'lda telefon qilishdi, kelib yotibdilar. Mana inshaalloh qozon jarayonini ham sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Siddiq aka, gapingiz bo'lsa. Mana do'stlarim kelyapti, mashalloh, xush kelyapti. Har kim kelsa, Afg'oniston kelsa, albatta bizlar bilan bog'laning. Qayerlarga desangiz aylaman desangiz, inshaalloh aylantiramiz.